Aka motorim taqillayapti. Bitta ko'rib bering. Ko'rib berishim $500. To'g'rilashchi. To'g'rilash edi qaraymiz, vaqtimiz bo'lsa to'g'rilab beramiz, lekin ko'rish $500. Bitta telefon bilan. Kim? Allo. Lexus nima bo'ldi? 1 oy deydi. 1 oydan keyin kutasiz ochirtingizni, 1 oydan keyin olib ketasiz. Kim? Jamshid bilan. Rolls-Royce. Rolls-Royce nima bo'ldi? 2 oy deydi. 2 oydan subwooferlarni to'g'rilab beraman. Davay, vaqtim yo'q. Keling, keling. Keling. Xotin. $1000? Ha, $3000 beraman. Mazza qilinglar, davay. Shogirdi $1000 qo'y. Sen 4000 mana shogirdim ham $1000 beradi. Ya aka, men mashinam nima bo'ldi? Sizni boshingiz nima bo'lgan? Motori ketgan, buzilgan. Qachon? 2 oy bo'ldi. Yana 1 oy kuting. Motion ko'p, men ham Robert emasman, motion ko'p, qilishim kerak. Jon aka, bizani ham mashina motorini ko'rib bering. Sen kim hech ko'rib bermayman uka. Nimaga? Turqing yoqmayapti, bilmayman.